issiqligini. Toshkentdan Samarqandga yo'lga chiqdik. Yo'l-yo'lakay an'anaga binoan patir olib, patir biznes tochkalarini kuzatib ketdik. Avvallari patir bu patir edi. Hozir patirlarning ham o'z nomi bor. Obid patir, Ziyo patir, Vodiy patir deganlaridek. Biz doimgidek Bahodir yog'li patirlarga to'xtadik. Bu nonlarning go'zalligini qarang. Tandirdan yangi chiqqan issiqligini Har doim shu joydan patir olardik-ku, lekin tayyorlashni ko'rmagandik. Bugun ko'ramiz. jarayonni ko'ramiz deb ichkariga kirdik-ku, hayratda qoldik. Innovatsiya. Zamon rivojlanib, non yasash ishlarini ham texnika bajaryapti. Muazzami texnologiya deydi-ku. Bu texnika bilan bir kunda 3000-4000 non yasalib, tandirlarda 24 ga 7 tinimsiz non yopilar ekan. Bunaqa mashina faqat sizdami desak, yo'q. Patirchilarning deyarli barchasida bor deyishganini eshitib, o'zimizni zamondan orqada qolgandek his qildik. Aytgancha patir nonlarni Namangandan kelgan navoiylar yopishar ekan. Yo'l ustida tandirlarni ko'rib bo'lib, ozgina ichkariga yurgandik, pechenye patirlar koniga kelib qoldik. Pechenye patir meni eng yaxshi ko'radigan patirim-ku. Ish boshqaruvchining ma'lumot berishlaricha, bu yerdagi patir nonlarning barchasiga halol ravon yog'lari ishlatilar ekan. Bahodir yog'li patir ayni Toshkentdan vohaga ketadiganlar uchun qulay lokatsiyada joylashgan bo'lib, parkovkasi ham bor. Nonlarning narxi 7000 dan 15000 gacha. Qo'qon holvalarida dudlangan baliqlarning eng zo'rlari shu yerda. Holvalarni ham xil-xilidan bor ekan. Hammasining narxi 40 mingdan. Baliqlar 30 mingdan ekan. Manzil Chinoz Sirdaryo posti Bahodir yog'li patirlari. Aniq lokatsiya doimgidek Telegram kanalda. Videoni hamma narsani non bilan qo'shib yeydigan tanishingizga yuborib qo'ying. Bizga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin.